Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, buvijonlar va bobojonlar. Bugungi ma'lumot juda muhim. O'tgan avgustgacha ishlatilmagan ayrim pullar bo'yicha muammo chiqishi mumkin. Ayrim hollarda mablag' qaytarib olinishi yoki undan foydalanish imkoniyati cheklanishi ehtimoli bor. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki gap sizning pensiyangiz, nafaqangiz, kompensatsiyangiz yoki kartangizga tushgan ijtimoiy mablag' haqida ketmoqda. Men bu mavzuni oddiy, tushunarli tilda tushuntiraman. Qaysi pul kuymaydi, qaysi pulga e'tibor berish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim esa bemalol bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ogohlantirishlar ko'p oilalarga pulini yo'qotmaslikka yordam beradi. Avvalo eng muhim savolga javob beraman. Oddiy pensiya puli, ya'ni har oy pensiya jamg'armasi tomonidan hisoblab beriladigan yoshga doir pensiya. Nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi odatda 30 avgustgacha ishlatmasangiz kuyadi degan tartibda yo'q bo'lib ketmaydi. Agar pul bank kartangizga tushgan bo'lsa, u sizning hisobingizda turadi. Siz uni bugun ishlatasizmi? Ertaga ishlatasizmi? Bir oy keyin ishlatasizmi? Bu sizning huquqingiz. Lekin muammo shundaki, hamma pul ham oddiy pensiya emas. Ba'zan pensionerlarning kartasiga yoki hisobiga qo'shimcha ijtimoiy to'lov, kompensatsiya, subsidiya, bir martalik yordam, oziq-ovqat uchun ajratilgan mablag', kommunal to'lovni qoplash uchun ajratilgan pul yoki davlat dasturi doirasidagi maqsadli mablag' tushishi mumkin. Mana shunday mablag'larning ayrimlarida muddat bo'ladi. Ya'ni davlat yoki tashkilot bu pul falon sanagacha ishlatilishi kerak deb belgilashi mumkin. Agar fuqaro belgilangan muddatgacha foydalanmasa, pul qaytarilishi, bloklanishi yoki keyingi oy hisob-kitobida inobatga olinishi mumkin. Oldin qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar pensiyani naqd qilib olardi. Pochtachi olib kelardi yoki bankdan naqd yechib olinardi. Pul qo'lga tekkanidan keyin odam xohlagancha ishlatardi. Hisob-kitob oddiy edi. Masalan, 200 ming so'm pensiya oldingiz, 500 mingini dori darmonga, 300 mingini oziq-ovqatga, qolganini uyda saqladingiz. Hech kim sizdan nega bu pulni o'tgan avgustgacha ishlatmadingiz deb so'ramasdi. Hozir esa ko'p to'lovlar plastik karta, bank ilovasi, ijtimoiy karta yoki alohida hisob orqali amalga oshirilmoqda. Ayrim mablag'lar oddiy kartadagi erkin pul emas, maqsadli pul bo'lishi mumkin. Masalan, faqat dorixonada ishlatish mumkin bo'lgan mablag', faqat kommunal xizmatga yo'naltiriladigan kompensatsiya, faqat oziq-ovqat xaridi uchun berilgan yordam yoki muayyan aksiya va dastur doirasidagi bonus mablag' bo'lishi mumkin. Ana shunday holatda muddat degan masala paydo bo'ladi. Shuning uchun men sizga birinchi navbatda shuni aytaman. Vahimaga tushmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Eng xavfli holat bu odam pul tushganini biladi, lekin uning qanday pul ekanini aniqlamaydi. Kartamda turibdi-ku, keyin ishlataman deydi. Keyin belgilangan muddat o'tadi. Banka yoki tegishli tashkilotga borganda esa bu mablag' maqsadli edi, muddati o'tgan degan javobni eshitish mumkin. Birinchi holat, siz har oy oddiy pensiya olasiz. Masalan, 2 million 100 ming so'm pensiyangiz bor. Bu pul har oy kartangizga tushadi. Siz uning bir qismini ishlatasiz, qolganini kartada saqlaysiz. Bunday holatda pul oddiy bank hisobingizdagi mablag' sifatida qoladi. Agar karta muddati tugamagan bo'lsa, hisob bloklanmagan bo'lsa, qarzdorlik bo'yicha majburiy undiruv bo'lmasa, bu pul o'z-o'zidan 3 avgust kuni kuyib ketadi degan noto'g'ri. Ikkinchi holat, sizga pensiyadan tashqari bir martalik yordam tushgan. Masalan, mahalla orqali, hokimlik orqali, ijtimoiy himoya tizimi orqali yoki alohida davlat dasturi doirasida 300 ming, 700 ming yoki 1 million so'm qo'shimcha mablag' berilgan. Agar bu mablag' maqsadli bo'lsa, u bo'yicha muddat bo'lishi mumkin. Masalan, 30 avgustgacha foydalanish sharti bilan ajratildi deyilsa, demak siz uni shu sanagacha ishlatishingiz, naqd yechishingiz yoki belgilangan yo'nalishga sarflashingiz kerak bo'ladi. Uchinchi holat, sizda eski karta, yangi karta, ijtimoiy karta yoki maxsus hisob bilan bog'liq muammo bor. Ba'zida pul kelgan bo'ladi, lekin karta ishlamaydi. Pensioner esa keyin borarman deb yuradi. Natijada oylar o'tadi. Agar bu oddiy pensiya bo'lsa ham karta muddati tugagan. Hisob bloklangan yoki shaxsni tasdiqlash yangilanmagan bo'lsa, puldan foydalanishda qiyinchilik bo'ladi. Pul kuymasa ham undan vaqtda foydalana olmaysiz. Bu ham katta muammo, ayniqsa dori, oziq-ovqat, ijara yoki kommunal to'lov kerak bo'lganda. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashaydigan Olisaqsi yoshli pensionerni tasavvur qilamiz.
U har oy 20 million saqin 20 ming so'm pensiya oladi. Iyul oyida pensiya kartasiga tushdi. Lekin u pulning 200 ming so'mni ishlatdi. 20 million 20 ming so'm kartada qoldi. Avgust oyida ham pensiya tushdi. U kishi o'tdim avgustgacha kartadagi pulim kuyadimi deb xavotir olyapti. Bunday holatda agar bu pul oddiy pensiya bo'lsa, kuymaydi. Lekin u bankdan hisob varaq ko'chirmasini olib tushum izoni tekshirsa yaxshi bo'ladi. Chunki ba'zida bir kartaga turli manbalardan pul tushishi mumkin. Ikkinchi misol. Samarqandda yashaydigan pensioner ayolga mahalla orqali 500 ming so'm bir martalik ijtimoiy yordam ajratildi. Unga bu mablag' oziq-ovqat va zarur ehtiyojlar uchun o'tib avgustgacha foydalaning deyilgan. Ayol pul tushganini biladi. Lekin farzandlari kelganda ishlataman deb kutadi. Urdim avgust o'tib ketgandan keyin puldan foydalana olmasligi yoki mablag' qaytarilishi mumkin. Chunki bu oddiy pensiya emas, maqsadli yordam. Uchinchi misol. Farg'onadagi bir boboning kartasi muddati avgustda tugaydi. Pensiyasi tushgan, lekin karta bilan to'lov qilish imkoni yo'q. U bankka borishga erinadi yoki navbatdan qo'rqadi. Keyin dorixonada karta o'tmaydi. Bankomatdan pul yechib bo'lmaydi. Bu yerda pul kuymagan bo'lishi mumkin. Lekin karta muammosi sababli odam o'z pulidan foydalana olmaydi. Shuning uchun karta muddatini tekshirish ham juda muhim. 4-misol. Buxoroda yashovchi pensionerning telefoniga SMS kelgan. O'tdim avgustgacha mablag'ni ishlatmasangiz kuyadi. Havola orqali tasdiqlang. Mana bu juda xavfli. Chunki firibgarlar aynan shunday qo'rqituvchi xabarlar yuboradi. Ular pensionerni shoshiradi, havolaga kirgizadi, karta raqami, amal qilish muddati, SMS kodni so'raydi. Hech qachon SMS kodni hech kimga aytmang. Bank xodimi ham, mahalla vakili ham, pensiya bo'limi xodimi ham sizdan SMS kod so'ramasligi kerak. Agar kimdir kod so'rasa, bilingki bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Agar sizga pensiyadan tashqari qo'shimcha pul tushgan bo'lsa, albatta tekshiring. Masalan, odatda 2 million so'm olasiz. Bu oy 2 million 600 ming so'm tushdi. Qo'shimcha 600 ming so'm nimaga tushdi? Kompensatsiyami, qayta hisob kitobmi, bir martalik yordammi? Agar bu haqda bilmasangiz, bank yoki pensiya jamg'armasi bo'limidan aniqlang. Agar sizga mahalla hokimlik, ijtimoiy himoya xodimi yoki bank tomonidan falon sanagacha foydalaning degan ogohlantirish berilgan bo'lsa, beparvo bo'lmang. Bunday ogohlantirish shunchaki aytilmaydi. Hujjatda yoki SMSda sanasi ko'rsatilgan bo'lsa, demak muddat bor. Agar kartangizning muddati avgust yoki sentabr oyida tugasa, bankka boring. Karta yuzasida oy va yil ko'rsatiladi. Masalan, o'sha kuni 24 bo'lsa, bu karta 2024 yil avgustgacha amal qiladi degani. Muddati tugagan karta bilan to'lov qilishda muammo chiqadi. Yangi karta chiqarish uchun bankka pasport yoki ID karta bilan murojaat qiling. Agar siz uzoq vaqt pensiyani olmagan bo'lsangiz, masalan, 3-4 oy kartaga tushgan, lekin umuman ishlatmagan bo'lsangiz ham tekshirish kerak. Oddiy pensiya saqlanib turishi mumkin, lekin ayrim holatlarda shaxsning tirikligi, yashash joyi, hujjatlari yoki bank hisobining faol holati bo'yicha tekshiruv talab qilinadi. Ayniqsa chet elga chiqib ketgan, boshqa tumanga ko'chgan yoki hujjatlarini almashtirgan pensionerlar buni e'tibordan chetda qoldirmasin. Agar sizning nomingizda qarzdorlik, aliment, sud ijrosi yoki bank krediti bo'lsa, kartadagi mablag' bo'yicha alohida ehtiyot bo'ling. Qonunchilikda pensiya va ijtimoiy to'lovlardan undirish bo'yicha cheklovlar va tartiblar bor. Lekin amalda ayrim hisoblar baloqlanishi, bir qismi ushlab qolinishi yoki ijro hujjati bo'yicha muammo chiqishi mumkin. Bunday holatda pul kuydi deb o'ylashdan oldin bankdan majburiy ijro byurosidan ma'lumot oling. Agar siz faqat oddiy pensiya olsangiz, kartangiz ishlayotgan bo'lsa, karta muddati tugamagan bo'lsa, bank hisobingiz faol bo'lsa va sizga alohida maqsadli mablag' kelmagan bo'lsa, 30 avgustgacha ishlatmasam, pensiyam kuyadi deb qo'rqishingiz shart emas. Pensiya bu sizga qonun asosida tayinlangan oylik to'lov. U oddiy do'kondagi chegirma bonusi yoki aksiya puli emas. Agar siz kartada pul yig'ib borayotgan bo'lsangiz, masalan, nevarangizning to'yiga, davolanishga yoki uy ta'mirga pul saqlayotgan bo'lsangiz, bu ham normal holat. Faqat bank kartangiz xavfsizligini ta'minlang. PIN kodni hech kimga bermang. Kartani begona odamga topshirmang. Telefoningizga kelgan SMS kodlarini aytmang. Agar siz pensiyani naqd qilib olgan bo'lsangiz, ya'ni pul qo'lingizda bo'lsa, uni 30 avgustgacha ishlatish majburiyati yo'q. Naqd pul sizning mulkingiz. Uni qanday saqlash va qachon ishlatish sizning ixtiyoringizda. Faqat yirik miqdordagi pulni uyda saqlash xavfsiz emasligini ham
Unutmaslik kerak. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik masalalarni tushuntiraman. Aynan mana shu joylarda odamlar adashadi. Birinchi nozik joy. Karta bilan hisobni aralashtirib yubormang. Karta bu pul saqlanadigan joy emas. Karta hisobga kirish vositasi. Pul aslida bank hisob varag'ida turadi. Karta muddati tugasa, pul yo'qolmaydi. Lekin siz karta orqali foydalana olmaysiz. Shunda bank yangi karta chiqaradi yoki hisobdan naqd berishi mumkin. Shuning uchun kartam tugadi, pulim kuydi deyish to'g'ri emas. Lekin vaqtida bankka bormasangiz, o'zingiz qiynalasiz. Ikkinchi nozik joy, bonus, cashback, ijtimoiy yordam, kompensatsiya va pensiya bir xil narsa emas. Pensiya qonuniy doimiy to'lov. Cashback bank yoki to'lov tizimining rag'bat puli bo'lishi mumkin. Ijtimoiy yordam esa muayyan shart bilan beriladi. Kompensatsiya ma'lum xarajatni qoplash uchun ajratiladi. Ularning har birida alohida qoida bor. Shuning uchun tushum izohini tekshirish juda muhim. Uchinchi nozik joy. Ba'zi pensionerlar farzandlariga kartasini berib qo'yadi. O'g'lim yechib beradi. Kelinim to'lab beradi deydi. Men buni xavfli deb hisoblayman. Albatta, oilada ishonch bo'lishi yaxshi. Lekin pensioner o'z kartasidagi harakatlarni bilishi kerak. Qancha pul tushdi, qancha yechildi, qayerga sarflandi, buni nazorat qiling. Chunki keyin muammo chiqsa bank operatsiya PIN kod bilan qilingan deyishi mumkin. To'rtinchi nozik joy. Telefon raqami bankka bog'langan bo'ladi. Agar siz raqamingizni almashtirgan bo'lsangiz, bankdagi ma'lumotni yangilang. Aks holda SMS'lar eski raqamga boradi. Bu xavfsizlik uchun ham, xabarnoma olish uchun ham muhim. Masalan, sizga o'tama avgustgacha foydalanish kerak bo'lgan mablag' haqida SMS kelgan bo'lishi mumkin, lekin raqam eskiligi sababli siz xabarni ko'rmay qolasiz. 5-chi nozik joy. Firibgarlar aynan muddat bilan qo'rqitadi. Bugun oxirgi kun. O'tdim avgustgacha tasdiq qilmasangiz pulingiz kuyadi. Pensiyangiz bloklanadi, kartangiz yopiladi degan gaplar bilan odamni shoshtirishadi. Rasmiy tashkilotlar sizdan hech qachon karta parolini, SMS kodni, mobil ilova parolini so'ramaydi. Agar xabar ichida havola bo'lsa, ayniqsa ehtiyot bo'ling. Yaxshisi, o'sha havolaga kirmasdan bankning rasmiy telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki bank filialiga boring. 6-chi nozik joy. Ba'zi pullar avtomatik ravishda kommunal qarzga yoki boshqa to'lovga ketishi mumkin. Masalan, sizga kompensatsiya ajratilgan, lekin u bevosita elektr, gaz yoki issiqlik to'lovi hisobiga yo'naltiriladi. Siz kartada pul ko'rmasligingiz mumkin. Bu pul kuydi degani emas, balki maqsadli to'lovga ketgan bo'lishi mumkin. Buni aniqlash uchun kommunal tashkilotdagi shaxsiy hisobingizni tekshiring. Birinchi qadam, kartangizdagi oxirgi tushumlarni tekshiring. Agar mobil ilovadan foydalanishni bilsangiz, bank ilovasiga kiring va oxirgi operatsiyalarni ko'ring. Agar bilmasangiz, farzandingizdan yordam so'rashingiz mumkin. Lekin parol va SMS kodni o'zingizda saqlang. Yoki bank filialiga borib, hisob varaq ko'chirmasini so'rang. Ko'chirmada qaysi kuni qancha pul tushgani va kimdan tushgani ko'rinadi. Ikkinchi qadam, tushum nomiga e'tibor bering. Agar pensiya jamg'armasi, oylik pensiya to'lovi kabi izoh bo'lsa, bu oddiy pensiya bo'lishi mumkin. Agar ijtimoiy yordam, kompensatsiya, subsidiya, bir martalik to'lov, maqsadli mablag' kabi izoh bo'lsa, muddat va shartini aniqlash kerak. 3-qadam, pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya organiga murojaat qiling. O'zingiz yashaydigan tuman yoki shahar bo'limiga boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni bank kartangizni va telefoningizni olib boring. U yerda shunday deb so'rang. Mening hisobimga tushgan mablag'ning turi nima? Bu oddiy pensiyami yoki maqsadli to'lovmi? Uni o'tma avgustgacha ishlatish sharti bormi? Javobni iloji bo'lsa yozma yoki rasmiy tushuntirish shaklida oling. 4-qadam, bankka boring. Bank xodimidan karta muddati, hisob holati, blokirovka bor yo'qligi. Kelgan pullar va ulardan foydalanish cheklovi haqida so'rang. Agar karta muddati tugayotgan bo'lsa, yangi karta ochiring. Agar karta yo'qolgan bo'lsa, darhol bloklatib qayta chiqarishni so'rang. Agar PIN kodni unutgan bo'lsangiz, bank orqali tiklash tartibini so'rang. 5-qadam, agar sizga haqiqatan ham o'ttim avgustgacha foydalanish kerak bo'lgan pul tushgan bo'lsa, kechiktirmang. Uni belgilangan tartibda ishlating. Agar naqd yechish mumkin bo'lsa, bankomatdan yoki kassadan yeching. Agar faqat do'konda ishlatish mumkin bo'lsa, kerakli mahsulotlarni oling. Agar kommunal to'lovga yo'naltirish kerak bo'lsa, shaxsiy hisob raqamingizga to'lov qiling. Muhimi, oxirgi kungacha kutmang. Chunki oxirgi kuni bankomatda pul bo'lmasligi, tizim ishlamay qolishi, navbat katta bo'lishi yoki internet uzilishi mumkin.
6 qadam barcha cheklar va SMS'larni saqlang. Agar pulni ishlatsangiz, chekni tashlab yubormang. To'lov qilgan bo'lsangiz, kvitansiyani saqlang. Keyin siz foydalanmadingiz degan tushunmovchilik chiqsa, qo'lingizda dalil bo'ladi. 7-qadam, agar pulingiz yo'qolgan, yechib olingan yoki bloklangan bo'lsa, darhol yozma ariza qiling. Bankka borib, operatsiyalar bo'yicha rasmiy tekshiruv talab qiling. Arizada sana summa karta raqamingizning oxirgi raqamlari, telefon raqamingiz va muammoni yozing. Agar firibgarlik bo'lsa, ichki ishlar organlariga ham murojaat qiling. Muhimi, og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Yozma ariza raqamini oling. 8-qadam. Yolg'iz yashaydigan pensionerlar alohida ehtiyot bo'lsin. Agar bankka borish qiyin bo'lsa, ishonchli yaqin qarindoshingiz bilan boring. Lekin kartani butunlay topshirib yubormang. Agar ishonchnoma kerak bo'lsa, uni qonuniy tartibda rasmiylashtiring. Og'zaki mana kartam. Borib yechib kel deyish keyinchalik nizoga sabab bo'lishi mumkin. 9-qadam, rasmiy manbalardan tekshiring. Har qanday xabarni Telegramdagi noma'lum kanal. Ko'chadagi gap yoki begona odamning telefon qo'ng'irog'i asosida qabul qilmang. Bankning rasmiy raqami, pensiya jamg'armasi bo'limi, mahalla mas'ullari yoki yagona davlat xizmatlari orqali aniqlang. Agar biror xabar sizni shoshirsa, aynan o'sha xabarni 2 marta tekshirish kerak. 10-qadam, oilangizdagi pensionerlarni ogohlantiring. Ko'p hollarda pensionerlar telefon firibgarligiga ishonib qoladi. Chunki ular davlat organidan qo'ng'iroq bo'ldi deb o'ylaydi. Ularga oddiy qoidani o'rgating. SMS kod hech kimga aytilmaydi. Karta rasmi hech kimga yuborilmaydi. Havolaga bosilmaydi. Pul masalasida shoshilinch qaror qilinmaydi. Agar bugun sizda menda ham shunday pul bormi degan shubha tug'ilgan bo'lsa, men sizga aniq reja beraman. Bugunoq kartangiz balansini tekshiring. Keyin oxirgi 2 oy ichida kelgan tushumlarni ko'ring. Har bir tushum nimadan kelganini aniqlang. Agar oddiy pensiyangizdan ortiqcha summa bo'lsa, uning sababini so'rang. Bankka yoki tegishli tashkilotga borganingizda mengacha pul kuyadi deyishyapti deb umumiy gapirmang. Aniq savol bering. Mana shu summa bo'yicha foydalanish muddati bormi? Agar sizga rasmiy ravishda 30 avgust muddati aytilgan bo'lsa, 29 yoki 30 avgustni kutmang. Kamida bir necha kun oldin harakat qiling. Chunki tizimdagi muammolar ko'pincha oxirgi kunda bilinadi. Masalan, PIN kod esdan chiqqan bo'ladi, karta bloklangan bo'ladi, bankomat ishlamaydi, pasport yangilanishi kerak bo'ladi. Shularning hammasi vaqt oladi. Agar pulni ishlatish sharti bo'lsa, kerakli va foydali narsaga sarflang. Dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov, uy uchun zarur buyumlar, tibbiy tekshiruv kabi haqiqatan kerakli xarajatlarni birinchi o'ringa qo'ying. Faqat kuyib ketmasin deb keraksiz narsa sotib olish ham to'g'ri emas. Agar naqd yechishga ruxsat berilgan bo'lsa, naqd qilib olib, keyin reja bilan sarflang. Agar muddat yo'qligi tasdiqlansa, xotirjam bo'ling. Lekin baribir hisobingizni nazorat qilib boring. Har oy pensiya tushganini tekshiring. Agar pensiya kechiksa, sababini aniqlang. Agar summa kamayib qolsa, qayta hisob-kitob bo'lganmi? Ushlab qolish bormi? Hujjat bilan bog'liq muammo bormi? Bularni so'rang. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, oddiy pensiya puli odatda 30 avgustgacha ishlatilmasa quymaydi. Lekin pensiyadan tashqari tushgan maqsadli yordam, kompensatsiya, subsidiya yoki maxsus to'lov bo'lsa, unda muddat bo'lishi mumkin. Shuning uchun pulning turini aniqlash shart. Eng katta xato hamma tushumni pensiya deb o'ylash va muddatli mablag'ni e'tiborsiz qoldirish. Men sizga mutaxassis sifatida tavsiya qilaman. Kartangizni tekshiring, tushum izovini ko'ring. Bank va tegishli idoradan aniq javob oling. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. SMS kodni hech kimga bermang. Agar 30 avgustgacha ishlatish sharti bo'lgan pulingiz bo'lsa, bugunoq harakat qiling. Sizning hududingizda ham pensionerlarga shunday ogohlantirish berildimi? Kartangizga pensiyadan tashqari qo'shimcha pul tushganmi? Izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Oqartirilmagan, tushunarsiz gaplarga emas, aniq tekshiruv va rasmiy ma'lumotga tayaning.